erkaklarga hayronman deydi. Bugungi gapirgan gaplari ertaga yodlaridan chiqadi. Masalan, bizni xo'jayin kechagina bitta chiroylikkina, odoblikgina bitta qiz kerak, senga ham menga ham yordamchi bo'ladi deyatuvdilar. Keyin Xurramdalar ham sal kayfiyat ko'tarilsin, ishtahalari ochilsin deyatuvdilar. Bugun bo'lsa ketib o'rgan barzangi bitta yigit kerak edi. Hamma yoqqa e'lon yopishtirib chiqibdilar. Ana kutyapman kim kelar ekan deb. Dilbar xonim, xolmang. Teletomoshabinlar bilan dardlashib turibsizmi? Ha, endi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Ko'p ham ayol kishining gapiga ishonaverish yaxshi emas demoqchiman.